Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining ikkinchi bosqichi doirasida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida noqonuniy hujra tashkil etish bilan bog'liq jinoiy holat fosh etildi. Tadbir davomida Andijon shahrida yashovchi 1983-yilda tug'ilgan ayol diniy ta'lim berish vakolatiga ega bo'lmagan holda o'z yashash xonadonida noqonuniy ravishda hujra tashkil etgani aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu shaxs 2025-yilning sentyabr oyidan buyon 6 nafar voyaga yetmagan bolaning har biridan moddiy manfaat evaziga oyiga 300 ming so'mdan pul mablag'i olgan holda noqonuniy diniy saboq berib kelgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 229 moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Bundan tashqari, ushbu noqonuniy diniy ta'limga jalb qilingan voyaga yetmaganlarning ota-onalariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi tartibida ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Eslatib o'tamiz, diniy ta'lim berish faqat qonunchilikda belgilangan tartibda hamda vakolatli diniy ta'lim muassasalari tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Mazkur talablarni buzgan holda diniy ta'lim faoliyatini tashkil etish yoki amalga oshirish qonunchilikka muvofiq belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi.